Onasi tinchmisizlar deb yozishdi o'rniga, onajonisi, yaxshimisan? Negadir seni sog'inyapman. Ishda o'tiribam. G'alati eshitiladi. Birinchi boshiga bu ayol ham hayron qoladi. Dadasi kasal-pasal emasmisiz deb javob yozadi-da. Nima ayb chiqib qo'ydingiz? Yana nima qildingiz deb yoza olish mumkin. Yoki bo'lmasa, ishda seni sog'indim, tezroq borishga harakat qilyapman, lekin hali ish vaqtim tugamadi-da. Uyga nima kerak? Senga nima qo'shib olay? Magazinga shundoq ham kirasiz-ku, bitta shokoladni qo'shib olish shunchalik qiyinmi? 15 ming, 20 ming turadi. Misol shunda, mana bu bozorlik oyisi bu senga. Misol uchun. Shirin so'zni shunchalik bir-birimizdan qizg'anamizki, domla, xuddi hayotimizda istiqomatimizda asal, shakar degan mahsulotlar yo'qda, faqatgina qalampir, murch, tuz degan narsalar bordek go'yo. Shirin so'zsiz oila, Hasan Shamsi Podsho aytibdi. Shirin so'zsiz oila qanaqa oila desa, taomiga ortiqcha tuz solgan va doim sho'r ovqat tanovul qiladigan insonlar, oilalar. Yoki ovqat yeb bo'ldingiz-a, onajonisi baraka top, qo'llaring dard ko'rmasin. Rosa men yaxshi ko'radigan taomni maromiga yetkazib shirin tayyorlabsan. Har ovqatingni yeganimda senga bo'lgan muhabbatim yanada oshyapti. Bittasiga shunaqa desam, aytdim, kitobni berdimda sal shirin so'z gaplashinglar bir-birlaring bilan. Ajrashib ketish arafasida hali ham yuribdi. Desam, nima, men artistmanmi deyapti. Nima deganing u artistman? O'zimda o'rtog'im. Nima deganing u artistmanmi? U serial kinolarda bo'ladi, jonim, asalim degan gap. Aytdim, shu ayol senga chidaganiga rahmat dedi.